Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alloh balodan saqlasin. Allo momo qalaysan? Ertaga ko'rishamizdami? Kakkirasan yebdi padarka olib qo'ygandim-da. Ha, men seni ushladimmi? Kim u qiz? Yana kimlarga padarka bermoqchisan? Opa, u просто sinfdoshim u. Sen maktab bitirganiga 2 yil bo'ldi-ku. Qo'shnimiz qizi. Qo'shnimiz qizi yo'q edi-ku. Kim biloq qoldi? Onamga aytaman men seni hozir. Qarab tur. Opa, iltimos. Oyimga aytmang. Sog'an u sizga oluvdim. Siz hali aksessuardan trendiy narsalar olib beradigan bo'lib qoldingizmi qizingizga? Yaxshi narsa olishni bilasan. Baribir men seni oyimga aytaman. Oyi, o'g'lingizga Maydabanım yarım gül cemalım bunca azarlı Nalelerim yetti osmanga Ay gönül osmanda parça parça yıldızlar Tenha Rabbim soldu dilimga Mucize Hammaga xayrli kun. Bugun shuni Selama Telegram kanalimga bugun qanaqa kun deb yuborgandim. Hamma yozibdi, tipo 3-dekabr, chorshanba itakdal. Akaziyda bugun nogironlik kuni ekan. Mana oyim universitetda ishlaganlari uchun, menga aytganlari uchun bildim. Ungacha bilmasdim. Biz hozir bugun nogironlar maktabiga keldik. Immo mana shuncha bir paket o'yinchoqlar olganman. Kelinglar endi sizlar bilan birgalikda o'yinchoqlarni berib, bolalarni xursand qilamiz. Alma bış, ozma düş Dıkkın dışın dıgı dıgı dış Dıkkın dışın dıgı dıgı dış Dıkkın dışın